Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasiniki Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer bo'lman. Aziz ko'ruvchilarimizniki suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishini va hambarlashni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonlarimiz Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki muavin raisi Turg'unjon Alovuddin va Qurultay Diniy ishlar komitetininki raisi Habibulla Ahad apandilar. Suhbatimizga xush keldinglar. Rahmat. Bugungi suhbatimizniki Qurultay Diniy ishlar komiteti va uning ramzonlik xizmatlari haqida bo'ldi. Mush to'g'risida hurmatli qarindoshlarimiz bilan suhbat elib boramiz. Andaqda suhbatimizni rasmiy boshlaylik. Bundan burun bo'lsa aziz ko'ruvchilarimizga Turg'unjon Alovuddin apandi o'zini bir qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsa rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli ko'ruvchilar. Men Turg'unjon Alovuddin. Vatanimiz Sharq Turkistonning Shaya naisiman. Men vatanda to'liq o'tirni bitirib, keyin diniy o'qishga kirgan bizning ustozimiz Abaydulla Damollonda diniy madrasa ochgan. Shu madrasada o'qib, keyin 88-yili haramga hajga ketib, hajdan keyin 5-6 oyda shu haramda turib qolgandan keyin 89-yili Misrga bordim. 89-dan 99-yilgacha Misrda o'qib, Misrda shariat va qonun fakültetini Al-Azhar Üniversitesi'nin şeriat ve kanun fakültetini dedim. Ondan keyin 1999 yılda aytilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultayiga da'vat qilindi va shuning bilan Germaniyaga keldim. Germaniyaga kelgancha shundan beri Germaniyada yashayapman. Germaniyada o da hozirga qadar shu Milliy qurultayning diniy ishlar komitetining mudiri xizmat qildim. Ondan keyin 2004-yili Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayining Dunyo Uyg'ur Milliy qurultayi ikkisi birlashib Dunyo Uyg'ur qurultayi qurildi. Shuning bilan bu qurultayning ta 2021-yili 11-oygacha o da Diniy ishlar komiteti mudiri xizmat qilib keldim. 2021-yildagi bu Pragda o'tkazilgan saylovda Dunyo qurultayi ijroiy komitetining muavin raisi etib saylandim va hozir men Dunyo qurultayi ijroiy komitetining muavin raisi bo'lish bilan Dunyo qurultayi diniy ishlar komiteti, ayollar komiteti, yoshlar komiteti va muhojirlar komiteti bilan hamkorlashib qilamiz. Rahmat. Ko'p rahmat. Hurmatli Turg'unjon Alovuddin apandi. Kechiring albayman. Vazifangizni xato deb qo'yibdim. Qurultay muavin raisi deb kechiringlar. Endi hurmatli Habibulla Ahad apandi, sizmi o'zingizni bir qisqacha jamoatchilikka tanishtirib o'tgan bo'lsangiz rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq o'sha ekran oldidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar, mening ismim Habibulla Qarim, Habibulla Ahad yani. Men Kuchadan, meni 12 yaşımda başlangıçını bitirib olgandan keyin qarilikqa berib o'tibdi. 17 yaşında qari bo'lib, onundan keyin ustozim Abdurahmon Qarim deydi Kuchadagi. Shu ustozimning aksi Abdukim Damlajim, ataqliq olim. Shu o'zining aksiga kitob o'qishga berib, shu 17 yaşımdan 24 yaşımgachilik Abdukim Damlajim ustozdan ta'lim olib, ham qo'shimcha shu Kuchadagi danlıq Hasan Damlajim qatarlıq ustozlardan ders aldım. Ondan keyin 95-yili
Almatıga chiqdim. Almatıga chiqib 2001 Almatıda şu jariyalda jiqaraq bir tariximiz bo'ldi. Bu tariximizni demaymiz ham. 2001-yili Germaniyaga kelib, Germaniyada yashayapman. Hozir shu uning oldidami, ammo hozirgi kekchilik shu Germaniyadagi, Myunxendagi Uyg'ur qarindoshlarimizninki shu dinga bo'lgan ehtiyojini o'zimning bilishcha qondirib Turg'unajim, Abdujalil Qarajim qatorliq qarindoshlarimiz bilan birga shu diniy ishlarimizga hassa qo'shib kelyapman. Alloh xolisa bu 2021 yılı 11. ayda Praga'da açılgan 7. navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı'nınki şu saylamida dini işler komitetiga saylandım. Hozirgi kekchilik mush xizmatlarni qilyapman. Mening qisqacha deydiganim shu. Rahmat. Ko'p rahmat. Andan keyin Habibullah Aqat apandi yana Angliyada açılgan Uyg'ur sotidagi muhim guvohlarning birisi. Bunu tanıştırıp öteyli. Hem söhbetimize qaytib kelsak, hürmetli Habibullah Aqat apandi, Dünya Uyghur Qurultayı Dini İşler Komiteti qandaq bir komitet xizmeti ve mesuliyeti qaysılar qanchalik adam bu komitetda şu 7. qurultaydan keyin rasmiy o'zini tizimlatib mishadi, xizmat qilyapti. Bu to'g'rida qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz, Dünya Uyghur Qurultayı Dini İşler Komitetini bir tushungan bo'lsak, rahmat. Rahmat sualingizga. Dini İşler Komiteti Dünya Uyghur Qurultayı qurilgandan tortib ba komitet buningga mendan burun Turg'unajim rahbarlik qilib Turg'unajim etmeyotgan xizmat shu Pragdagi 7. navbatlik qurultayda saylangandan keyin hozirgi kekchilik 45 a'zoyimiz bor ekan. Buning ichida ma'mum 3 ma'mum mudirlarimiz bor, katiblarimiz bor. Uningdan boshqa yana danliq ataqliq diniy olim, ulamo, yosh ustozlardan bor. Dünyanın her qaysi joylardan din suyer qarindoshlarimiz bor. Hozirgi kekchilik deganimizdek 45 a'zoyimiz bor. 45 a'zoyimiz bilan bu xizmatni qilyapmiz. İnşallah buningdan keyin texmi yuksalgusi. Dünya Uyg'ur Qurultayı'nınki Diniy ishlar komiteti qandaq tashkilot, qandaq organ degan vaqtning o'zida Dini İşler Komiteti, yani biz Dünya Uyg'ur Qurultayı dünyadaki alayida çoğun bir teşkilat. İnşallah muşu teşkilat arkalık vatanimizdeki hürlikiga ve vatanimizdeki azatlığa erişimizni arzu qilamiz. Bu Dini İşler Komiteti vatanimizdeki bütün biz Sharq Turkistonlik qarindoshlarning hammasi islom diniga e'tiqod qilgan bo'lganligi uchun diniy tashkilot bu yerda nihoyat muhim o'rinda turdi, ham shundoq turish kerak. Bu tashkilot inshaalloh shu vatanimizning ozod bo'lganiga qadar qurultayning yanida birlikda harakat qiladigan bir tashkilot deb qarayman. Bu tashkilotda biz 12 madde tüzüp çıktık. Bu maddelerin içinde birinci vatanimizde şu kırgınçılık kılıvatkan, yani dini ziyankeşlik, vatanimizde şu izlivatkan halkımızını, şu dini erkinlikki buğuluvatkan, vatanimizde bütünley mescitlerimiz çekılıvatkan, şu zulümlerini bütün dünyaya anlatış ve bütün dünyadaki Müslüman qarindoshlarımızın hem Müslüman olmagan başka qarindoshlar, dini qarindoshlarımı anlatış bizni şunu mecburiyet deb bildik. Vatanimizdeki bütün kırgınçılık, dini zulüm, şu işlerin hemmisini biz anlatımız degan programımız var. Anandan keyin bütün dünyadaki Sharq Turkistonlik qarindoshlarning tashkilot ve tashkilot sirtidagi qarindoshlarningki birlikda ittifoqlashish ve birlikda harakatlashish, islom dinini to'g'ri yakunda xalqimizga tushuntirish, anglatish, diniy tabliğ ahkamni texim yaxshi ravishda tushuntirish
to'g'ri shaklda mana shundoq ishlarni biz qilamiz deb shu nimamizniki programmamizniki umumiy mazmunlarning ichida mana shundoq programmalar bor. Ham chet eldagi musofir shu bo'libmi Yevropada qurilgan tashkilot bo'lganligi uchun Yevropadagi o'zimizniki shu yangidan kelgan yangi nasl, ya'ni Misrdan nurg'unlagan qarindoshlarimiz keldi. Shu 4-5 yilning birisiga nurg'unlagan o'zimizning qarindoshlar kelyotdi. Bu kelayotgan qarindoshlarimizning o'ziga qurultoy nomidan bularning o'ziga istoshlik qilish, bularningki har xil yusundagi qiyinchiliklar va har xil diniy sabablik bo'lsin yoki ijtimoiy masalalar bo'lsin, shularni hal qilish, bularga igdorchilik qilish, buni o'z ishimizga oldik. Shu programmamiz bor. Buni urug'lashtiramiz, davatimiz da urug'lashtirib bo'lmadik, ammo buni urug'lashtirishga har doim tirishimiz. Chunki islom dinimizda, ya'ni biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan Peygamber Aleyhisselam'nınki yolunu mağımız deydi ekanmiz. Peygamber Aleyhisselam ep bağın en birinci şu muhacirlik, ensarilik deydiğen nayti çoğun bir iş var. Bu işin özü Peygamber Aleyhisselam hicret kılgandan keyin Medine'deki insanların özü ensari deb bilinidi. Bu ensarilarınki qandaq qılgan yaxshi işleri ve şu arqılık İslam dinini nayti kuchli bir ravishda bütün dunyoga taqtish ve bütün dunyoga kengaytish xizmatininki shu ansariylardan bo'lganlik sababidan, ansariylarning kuchining nihoyatda yuksak bo'lganligi uchun shu xalqimizni yana shunga chaqiramiz. Ya'ni biz shu ko'ni burunqi qarindoshlarimizninki yangidan kelayotgan shu Yevropa qit'asiga yangidan atlab kelayotgan qarindoshlarımizga bularga xuddi shu ansariylar, muhojirlarga qandaq xizmat qilgan bo'lsa, biz shundoq xizmat qilamiz deydigan mana shundoq nishon bilan bu programmalarimizni mana shundoq tuzib chiqdik. Asosan bizningki shu dinimizga xizmat qilish, xalqimizningki qiynalayotgan, xalqimizning shu azob chekayotgan, asorat bo'layotgan shu dinni yaxshi tushuntirish va yaxshi bularga ilmiy yo'sinda anglatish va dinni to'g'ri anglatish qurultoy bilan birlikda mana shunday harakat qilish uchun bu programmani tuzdik. Diniy komitet, ya'ni xalqimizga dinni anlatadigan ve din bilen iş ep baradigan mana shunday bir tashkilot, yani diniy komitet deganning o'zi bu qurultoydan yana hech qanday biz to'salg'i uchirmaymiz. Bizning raisimiz, bizningki qurultoydagi rahbarlarning o'zi hammasi bu hammasi musulmon, ya'ni bizga hech qanday besim qilmaydi, hech qanday bizningki shu Allah'ın dinini anlatış, xalqimizga tushundirish uchun, xalqimizga dinimizni to'g'ri shaklda anlatish uchun shuni harakat qilgan buni shunday bir tashkilot. Ko'pdan ko'p rahmat. 45 odamdan tashkil topgan bu diniy ishlar komiteti haqiqatan Uyg'ur diasporasiga xili cho'ng tashkilotlarni jiq odam to'plagan bir komitetga tushuntirishingizga rahmat. Hamda hürmetli Turguncan Alavuddin Efendi, Dünya Uyghur Kurultayı Dini İşler Komiteti tasdiq qilinib, taki shu 7-chi qitimli qurultoygacha siz uningga mas'ul bo'lib kelibsiz. Nurg'un xizmatlarni qildingiz. Shu qilingan xizmatlar va buningdan keyingi nishoninglarni ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashsak bo'lamdi. Rahmat. Sizga rahmat. Albatta, Dünya Kurultayı Dini İşler Komiteti ta şu Dünya Kurultayı kurulgandan tartib Dünya Kurultayı'nın asaslık bir komitet bulup hizmet qilib geldi. Dünya Kurultayı Dini İşler Komiteti'nin en asaslık vazifeleri asaslık birinci vazifesi halkımızın dini itikadını, yani sağlam
Qur'onga, hadisga va sunnatga uyg'un sog'lom aqidasini saqlab qolish. Va undan boshqa vatanimizdagi mushu Xitoyning elib berayotgan mushu diniy jihatdagi besimlarni, diniy ulamolarimizni tutqun qilishlari, diniy ibodatxonalarimizni vayron qilishlari va taliblarimizni diniy o'qishni cheklashi va undan boshqa radikallik bahanasi ostida har qanday bir diniy faoliyatlarimizni, diniy erkinlikimizni cheklashi qatorliq mushu Xitoyning ilib berayotgan mushu vahshiy siyosatlarini rapor shaklida hozirlab xalqaro tashkilotlarga, bo'libmi islom dunyosidagi tashkilotlarga, başta İslam konferansı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve ondan başka Halkara İslam Teşkilatı ve ondan başka Avrupa Parlamento'nun Dini Erkinlik Komitesi, Amerika Kongresi'nin Dini Erkinlik Komitesi, BDT'nin Dini Erkinlik Komiteleri degandek organlarga şu vatanimizde Xitoyning ilib berayotgan dini besimleri, dinni cheklash, diniy erkinlikni dafsand qilish siyosatlarini pash qilish shu haqda raporlarni, dokladlarni hozirlab shularga taqdim qilishdi. Biz hozirgacha har yildagidek bu dokladlarni hozirlab topshirib keldik. Undan boshqa yana Diniy ishlar komiteti degandek xalqimizning sog'lom diniy e'tiqodini saqlab qolish, qo'g'dash uchun teşvikat hizmetlerini yapmadı. Bu jarayonda başka dini teşkilatlar bilan hamkorlash orqali mayli o dini teşkilatlar, Uyghur teşkilatları bo'lsin, Sharq Turkistonliklar tarafidan qurilgan teşkilatlar bo'lsin, mayli başka qarindosh millatlar tarafidan qurilgan teşkilatlar bo'lsin, mashalarning hamkorlashqili bo'lgan har qanday teşkilatlar bilan hamkorlashib biz şu dini teşvikat hizmeti yapmadık. Ondan başka yana biz gerçi Dünya Kurultayı'nın vazifesi siyasi hareket elip beriş, yani vatanimizin müstakilliğini qo'lga keltirish yo'lida siyasi faaliyetler, siyasi hareketler elip berish bo'lgan bo'lsa-mu, biz yana ictimai faaliyetlerimizni, yani dini faaliyetlerimizni Dünya Kurultayı, şu Dini İşler Komiteti hazır kadar yetekçilik qilib, şu ictimai dini faaliyetlerimizge yetekçilik qilib geldi. Mesela her yılı Kurban Hayit, Roza Hayitlerinde şu bivasıta dünyanın her qaysi joylaridagi vakillariga uqtirish qilish orqali aşağıda bizning Uyghur cemaatini bir yerga to'plash, bir yerde Hayit namozi o'qish, bayramni birlikte o'tkazish, Hayitni birlikte o'tkazish degandek bu faoliyatlarni qilib keldi. Ondan başqa şu 2016'dan başlap Sharq Turkiston Ulamolar birligi qurilgandan keyin men şu Dünya Kurultayı'nın bir dini komitetining mudiri sifatida bu Sharq Turkiston Ulamolar birligining qurilish yig'iniga qatnashdim ve birlikte biz dünyanın her qaysi joylaridan to'plangan 30 nafar dini ulamo, Uyghur dini ulamolarni topgan bir Sharq Turkiston Ulamolar birligi qurildi. Bu Ulamolar birligi qurilgandan ta hozirga qadar Dünya Kurultayı Dini İşler Komiteti bu teşkilatlar bilan izchil hamkorlashib birlikda xizmat qiladi. Men ayni vaqtda Sharq Turkiston Ulamolar birligining qurg'uvchi a'zosi va muavin raislik vazifasini o'tayapman. Demek Dini İşler Komiteti hozir qadar bu dini teşvikat, dini ta'lim tarbiya bo'lsin, mayli Xitoyning vatanimizda ilib berayotgan dini jihatdagi besim siyosatlarini bo'lsin, dini dafsandichilikni, dini erkinlik dafsandichilik siyosatlari bo'lsin, butun şu vatanimizda ilib berayotgan vahshiyliklarni pash qilish jihatda, doklad hozirlash jihatda xizmatlarni olib keldi.
Onundan başka yana Dünya Kurultayı Dini İşler Komiteti şu Müslüman halkara Müslüman teşkilatları bilen hemkarlaşıp bu Türk karindaşlarımız kurgan mayli Avrupa, Amerika ve başka devletlerdeki şu teşkilatlar bilen izchil hemkarlaşıp şu vatanimizde izilayotgan bichara xalqimiz o'z vaqtida masalan vatan bilan aloqa qilib vatanga ancha muncha iqtisod binosi avatkil bo'lgan vaqtlarning o'zida biz Dünya Kurultayı Dini İşler Komiteti nomidan shu vatanda shu diniy ulamolarimizning diniy o'qigan dindor yoshlarimizning shu turmaga kirib ketib yetim qolib qolgan shularning bolalari shularning oila boljoqlarga ham yordam qilish şu bulup Ramazan'da zakat, sadaka fitrlerini toplap ve ondan başka kurban eğitim, kurbanlıklarını toplap aşılağa yardım kılış faaliyetlerini izchil türde hep bağın. 2017'den başlap Xitoy hakimiyeti vatan bilan bo'lgan aloqamizni uzayotgandan keyin biz yana shundaqdimi şu yardım faaliyetini davomlashtirdik. Bularni şu chet ellarda qiyinchilik tortib qolgan bo'libmi o'tir sharq va bizning vatanimizga sharq turkistonga qo'shni davlatlarda yashayotgan va turmushi qiyin ahvolga tushib qolgan shunday qarindoshlarimizga yana hozirga qadar shu ramazonlik yordam qurbonlik yordam degan yordamlarni mayli o'zimizning uyg'urlardan bo'lsin ve başka Türk, Arap, başka Müslüman qarindoshlarımızdan bo'lsin bularni toplab shularga moddiy jihatdan yordam qilib keldik. Bu yordamni inshaalloh bu bizning Diniy ishlar komiteti hozir texmi buni kuchli shaklda elib boramiz deb hozir Abdullah Qarimning yetakchiligida bu faaliyet izchil turda tashviq qilinyotidi va şu toplangan yordamni inshaalloh bunun şu Ramazan'a ülgütüp biz yani tigişlik ornağa ihtiyaç egilerine bizim özümüzün uyak bu yakta kapsılıp kalgan, yötkilenmeye kalgan turmuş cihette erkinliğe toslup kalıp iş imkanı bulmagan her xil sebepten kıyınçılıkla uçuşup kalgan aşında karındaşlarga evet arkalık olanın ne kutkuzuş imkan kadar ulanı bir erkin hatırcam yaşayacağın bir devletlerge yötkeş muşu cihetlerde inşallah bu yardımını yine izchil türde davamlaştırırız. Köpten köp rahmet hakikaten Dünya Uyghur Kurultayı Dini İşler Komiteti'ninki rolü nayet çonke. Yani ki her yılı muş BDT'ye yazılıvatkan dini Şarkı Türkistan to'g'riliq diniy dokladni sizlar yozyapsizlar deyman har qatimda qurultoy bilan hamkorlashib rahmat andan keyin andaq bo'lsa hurmatli Habibulla Ahad apandi 12 ayning sultoni bo'lgan ulug' Ramazon oyi kelish oldida turyotidi. Dunyo Uyg'ur Qurultayı Diniy ishlar komitetining shu Ramazonlik qandaq planlar bor, nima xizmatlarni qilmoqchi bo'lyapsizlar? Bu to'g'riliqmi bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. أستعيذ بالله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد bu 12 ayının sultanı bo'lgan Ramazan oyi demek hakikaten 12 ayının sultanı hem Cenab-ı Allah'ınki bu Ramazan oyini şundaq ta'riflagan şunda bir ulug' ayning biri bu ulug' aydan iborat. Bu ayni albatta biz bu Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ko'rsatgan ayet bilan boshlaymiz. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an huden linnâsi ve beyinatin minel huda vel furqan. Degan bu ayette Cenab-ı Allah şu Ramazan ayini ulug'lab, bu Ramazan ayi şundaq bir ulug' ay ki, şundaq bir bu ayninki tengdişi yok mu? Şundaq bir ay bu. Bu ay nimi sebepten bu şundaq ulug' ay buludu?
degenge Allah özü cevap kılıp unzile fil Kur'an, yani Kur'an düşürülgen ayı, Kur'an'ın eyi. Udellin-nas, yani insanlarını hidayetki başlaydıgan, insanlarını doğru yolga çakırdıgan, insanlarını hata yoldan tosuduğan, insanlarını mana muşundaq yaxşılıkka başlaydıgan, mana muşundaq bir Kur'an düşken ay dep turup Cenab-ı Allah bu Ramazan eyini mana muşundaq tarifledi. Ve beyneti minel huda vel furqan degen, yani hak bilen nahakni ayrıydıgan, hakikatni yaydıgan mana muşundaq bir ay, yani haramni halaldan ayrıydıgan, yani halal haramni ayrıydıgan, hak bilen nahakni ayrıydıgan mana muşundaq bir ulug' ay dep turup Allah Taala mana muş Kur'an-ı Kerimninki bu Ramazan ayı düşkenligi ve bu Kur'an-ı Kerimninki mana muşundaq bir ulug' kitap bolganligi, bu Kur'an-ı Kerimde Allah Taala insaniyetke, yani acayip çoğun bir nimet kılıp evetkenligi. Şu sebeplik bu Ramazan ayının özü nayeti ulug', nayeti bu Ramazan ayını kadirleydigan, insanlarga hidayet ipkegen. Muşu Ramazan ayda, yani ibadet kıysak, dua tilavet kıysak, yani hem işlerimizin özünün hasilep savap berdiganligi bana muşunda kayıt kıldıgan, muşunda 12 ayının sultanı bu. 12 ayının sultanı buluş, muşu Kur'an-ı Kerim düşkenlik sebebi bilen mana muşunda ulug' bolgan 12 ayının sultanı. Hem de biz bu Kur'an-ı Kerim'nin nime üçün Cenab-ı Allah bunu bir ulug', bunu bir Cenab-ı Allah insaniyetke şundaq bir çoğun nimet düşürüp berdi degan vaqtning o'zida Allah Taala yani Kur'an-ı Kerim'de el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam dina dedi. Allah Taala mana şu Kur'an-ı Kerim'ni düşürüp bulup Kur'an-ı Kerim'ni insaniyetke Peygamber Aleyhisselam arkalık hediye kılıp bu dünyada tengdişi yok bir nimetning o'zini tamamlaganligi. Bu nimetning o'zi başka nimetga o'xshamaydiganligi. Çünkü dünya ve ahirette insaniyet yani paydalıdigan, insaniyetni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, insaniyet şu dünyada mı hem ahirette mi nijatga erishtirdigan bir Kur'an-ı Kerim'nin tushirganligini. Bu Kur'an-ı Kerim Allah tarafından acayip çoğun bir nimet sifatida tushganligini Cenab-ı Allah aşı ayette deydi. Biz bugün günde Kur'an-ı Kerim'nin qadrini qilolmayapmiz. Kur'an-ı Kerim'ninki bu ulug' bir hidayet, ulug' bir nimet, ulug' bir nur ekanligini dünya bugün günde bunu bilmeyotidi. Cenab-ı Allah ni'meti ve raditu lekumul İslam dina degan, yani Kur'an-ı Kerim'den bolgan bu nimetning o'zini insaniyetga ato qilib bu acayip çoğun nimet deb turib Cenab-ı Allah mana mushundaq maqtadi. Bundan başka, bundan çoğun narsalar batığı, mesela insaniyetning aqlimizga keldi. İnsaniyetke bütün dünyadaki baylıkını Cenab-ı Allah ma nimetini sizlerge berdim demedi. Ma tağ deniz deryalarını, ma bu yer zeminlarını sizlerge hediye kıldım. Ma çoğun nimetini ben berdim demedi. Fakat Kur'an-ı Kerim'ni acayip çoğun bir nimetini sizlerge tamamladım. Muşu menin nimetimnin en çoğunu bana muşu dep durup Kur'an-ı Kerim'ni biz insaniyetke bana muşunda düşürüp berdi. İnsaniyetke toğru bilen hatani ayrıydıgan, hak bilen nahakni ayrıydıgan, mana muşundaq bir ulug' kitapni Kur'an-ı Kerimni, yani muşu Ramazanda düşergenligi üçün Ramazanның ulug'ligi mana muşu. Biz nurg'unlagan bu Kur'an-ı Kerimde ayet va Peygamber Aleyhisselamның nurg'unlagan hadisleri va bunun hemini kürelaydigan bolsak, bu Ramazan ayı biz qadrlaydigan, biz bayram qiladigan musulmonlarninki hem Ramazan rozasını tutup hem bu Ramazan rozası tutmuş bir ayının özü İslamiyetke, yani Müslümanlığa bir bayram, yani hem roz tutumuz, roz tutkan bilen nelikı hoşallık, yani biz hoşallık içinde şu rozunun kegerligini üçün naydı dağdığılık özümüzde hayacan, naydı ihlas kılan halette biz roz tutup
Muşu Ramazan ayını kadirleyimiz. Muşu ayda Kur'an-ı Kerim'nin düşkenligi bu dünyaya yani insaniyetke digendek mana muşundaq bir çoğ Allah'ın nimeti bizge ata qılganlığı bunu kadirleydigan men muşundaq 13 ayının sultanı bu Ramazan. Bu Ramazan ayında biz inşallah Dini İşler Komiteti buluş süpütümüz bilen nurgulluğun yaxşı işlerini kılımız dep tirişvatımız abay degendek turğunacım degendek biz Ramazan ayında halkımızı yaxşı yolga yetekleş tebliğ ahkam her xil dini bizninki faaliyetlerimiz vatanımızda izlayotgan qarindoshlarımızga dua tilovat qilish hem bularning o'zi bu vatanimizning sirtida sarson bo'layotgan musofir bo'layotgan mana shunday qarindoshlarimizga mushu Ramazan ayida bularning o'ziga sadaqa fitra zakat o'xshagan mana shunday ishlar bilan biz qo'limizdan kelishicha mushu diniy ishlar komiteti buni to'plashga tirishimiz to'plagandan keyin Allah ko'rsatgan Qur'oni Karimda ko'rsatgan shariatda buyurgan mana mushundaq yerlarga biz bu sadaqa fitra zakat deganga o'xshagan mana mushundaq iqtisodni ashlarga yetkazamiz. Shuning bir vasila bo'lamiz, bir yaxshi ishlarga vasila bo'lamiz deb shuning uchun harakat qilyapmiz. Inshaalloh bu ishlarimizga Janobi Alloh vasila qilsin, yetkazsin. Dini İşler Komiteti'ninki muşu Ramazanlık ayda kıldıgan en mühim hizmetlerinin biri muşununga Cenab-ı Allah yana tekrar nasip kılsın deyimiz. Ramazan ayda nurgulluğun yani ibadetler nurgulluğun bizninki sadık besek mesela birgi 10 hatta 100'güçilik sevap verdiğin Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de nurgulluğun ayetleri var. Ramazan ayda dua kılsak icabet bulunduğun halkımızın şu kilovatkan faciasıga, halkımızın şu zulümga biz Allah Teala'dan tilisek icabet bulunduğun yani muşundak Cenab-ı Allah vaadi kılgan bir ulug ay bu. Muşu ulug ayını inşallah manilik Cenab-ı Allah'ın kokkan asası da Cenab-ı Allah'a takvadarlık kılgan asası da ben muşundak ötketsek de halkımızı şunu çağırman ve halkımızı şu Ramazan ayı kilişten burun zakatlarını ayrışka, sadık fitrini birişke ve Ramazan ayında günah masiyetten yırak durup Ramazan ayında Cenab-ı Allah'a Çin jürükü bilen ibadet kılışka ve şu ayının uzunda halkımızga en bombaga vaxtida dua kılıp halkımızdaki beşir kilovatkan şu zulümni kötürülüp geçişke şu halkımızı şunu çağırırız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yana şu ayetin ahırda Cenab-ı Allah yani şundak dedi ki ayette ve izâ sâleke ibâdi anni fe inni qarib ucibu da'vete da'ize da'an fel yestecibu li vel yu'minu bih. Cenab-ı Allah Peygamber Aleyhisselam'a bendilerimge şundak dep koysalar deydi. Peygamber Aleyhisselam hitap kılıp. O men bendilerimge naiti bek yakın men deydi. Ular naiti bek yakın. Ular nemini sorsa men şunu birimen deydi. Ular dua kılsa bana dua kılsa ben onu icabet kılımen deydi. Tiliginde men birimen deydi. Cenab-ı Allah vadisi tutturdu. Cenab-ı Allah şu biz dua kılsak, biz tilisek Cenab-ı Allah'a muşuna sığınğa vakitinin uzunda Cenab-ı Allah bizden duayımızın icabet kıldığanlığı, Cenab-ı Allah bizden tilikimizni beca keltirdiğanlığını icabet kıldığanlığını bu ayette bana muşundak dedi. Dep bulup Cenab-ı Allah ne mi deydi dese fakat iki şartını koyup koydu. Fel yestecibu li ula bana boysunsun. Yani men tarafga, mening buyruqlarimga, mening paraizlarimga bunuga boysunsun. Yani şu batıl işlardan qo'l uzib, ma'u to'g'ri yo'lga haqiqatga qaytsin. Qur'oni Karimga ergashsin. Qur'oni Karimda men buyurgan ishlarni qilsin. Meningki shu qilgan farzlarimni qilsin. Meningki shu yandigan haram ishlardan yansin. Deb turib Cenab-ı Allah shu fel yestacibu degan
Muşu qo'yib qo'ydi. Buni mushunda qilgan vaqtning o'zida haqiqiy o'zidagi bor bo'lgan illatlarni tugatib, Qur'oni Karimga haqiqiy qaytgan vaqtning o'zida ularning duosini men ijobat qilaman. Chuqum ularning tilakini men beraman. Qandaq narsani mendan talab qilsa, u tilagan narsani beraman. Faqat meningki mushu shartimni urulash asosida deydi. Ve yu'minu bi haqiqiy iman bilan, haqiqiy manga ishonish bilan, ya'ni Cenab-ı Allah'a haqiqiy ravishda biz ishonalisak, haqiqiy Cenab-ı Allah'nınki qudratininki hamma narsadan ortiq ekanligi, hamma narsadan büyük, hamma narsadan cho'ng ekanligi, bütün Cenab-ı Allah'nınki hamma nusrat, hamma g'alaba Cenab-ı Allah'ın ilikide ekanligini biz bilgen vakitte haqiqiy Cenab-ı Allah'a iman itikadımız sağlam bo'lgan vaqtning o'zida Cenab-ı Allah'dan tilsek bu tileklerimizni ijobat qilganligini Cenab-ı Allah bizga ko'rsatdi. Shuning uchun bu xalqimni, musulmon qarindoshlarımni mushu Ramazon oyining xosiyati bilan, mushu Ramazon oyidagi Qur'oni Karimning hurmati bilan, Ramazon oyining hurmati bilan qarindoshlar biz vatanimizda qiynalayotgan şu urug' tuqqanlarimizning, şu qavm qarindoshlarımizning, şu xalqimizningki mushu zulmni ko'tarilib ketishi uchun, mushu zolim Xitoyga taqobil turishi uchun, zolim Xitoyni yengish uchun biz her daim her zaman Cenab-ı Allah'nınki rahmetinden ümitsizlenmeyli. Cenab-ı Allah'ın bizge berdiğen şu duayımızda icabet kıldığın Cenab-ı Allah'ın vədisini unutup kalmaylı. Bu vədisinin astıda şunun okşayan Cenab-ı Allah'ın ki yandıgan emellerden, haram işlerden özümüzden saklanıp hakiki revişte Cenab-ı Allah'ın tilisek çokum bizning tilekimiz icabet buludu. Emeli hareket kılış ve şu halkımızı kutulduruşu için emeli hareket kılışga tirişishni ümit kılımen ve halkımızı tövbe istiğfar etişqa, yani ötküzgen günahımızı Cenab-ı Allah'ın keçirişini tileş arkalık bütün illetlerimizni tüzdüp Cenab-ı Allah'a biz şu zulümünü kötürüp etiş için dua kılaylı, Cenab-ı Allah'a ibadet kılaylı, vatanımızın azatlığı için emeli hareket kılaylı demekçi ben bu uzurap ketmegen bolsa müşahada ahırlaştırmakçı ben. Köpten köp rahmet, tepsili yaxshi tushuntirib berdingiz. Andaqda hurmatli Turg'unjon Aloviddin apandi 12 oyniki sultoni bo'lgan Ramazon oy qandaq oy, nima uchun ro'za tutamiz, uning afzalligi, fazilatlari to'g'risida, bu to'g'risidami texim cho'nqur bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Yuqorida Habibullah Qarim yaxshi tushuncha berdi bu vaqtda. Men ozroq ilova qilib qo'ysam yetarli deb qarayman. Ramazon oyida ro'za tutish bizning islom dinimizdagi 5 asosli farzning birisi. Yani Peygamberler İslam'ın hadisi bo'yicha İslam dini 5 asas üstüge kurulgan deydi Peygamberler İslam. Buniyel İslamu ala hams, şehadeti en la ilahe. Birincisi la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb ağzıda sözleş ve kalbede şunu tasdik kılış. Yani bu şehadet, kelime şehadetini degenden keyin, yani Müslümanlık bo'lgan bo'lamiz, musulmonlikqa qadam qo'ygan bo'ldi har qanday bir inson. Bu birinchi islomning birinchi farzi. Andan keyin iqomus salat deydi, namoz o'tash. Ya'ni musulmon bo'ldik-ekan, albatta musulmonlikning bizga yuklagan birinchi vazifasi albatta namoz o'qish. Ya'ni namoz o'qish Allohga bo'lgan o'zimizning qulchiligini ifodalash. Ondan keyin zakat berish. Zakat berish degan endi bu ma'lum darajada iqtisodiy yaxshi, ya'ni o'zidan eshib qoladigan iqtisodiy va mulki bo'lgan bunda insonlarga zakat keldi. U ma'lum miqdorda uning o'lchami va o zakat qismida o tafsili so'zlandi. Zakat berish bu islom dinining muhim bir farzining birisi. Andan keyin
roza tutuş, Ramazan ayıda roza tutuş. Yani bu roza tutuş yılda bir ay, yani Ramazan ayı da roza tutuş her qandaq sağlam Müslümanға farz. Kesel bo'lib qolgan bo'lsa, o kishi Ramazonda tutamag'idek ahvolda bo'lsa, albatta qanchalik tutamagan bo'lsa, uning qazosini qilish kerak. Hech tutanmaydigan, ya'ni davomli kesilgan insonlar bo'lsa, uning kaforatini berish kerak. Mayli bak qayrib ketib yoki davomli saqaymaydigan shakldagi kesel bunday insonlar bu vaqtida kaforatini berdi. Ama her qandaq bir sağlam balağatga yetken Müslüman roza tutuş, Ramazanda bir ay roza tutuş farz. Andan keyin ömründe bir qatim haramga berib haj qilish, ya'ni muqaddas tuproqlarni ko'rib, aşağıda Peygamberimiz ko'rsatgan bo'yicha ibodat qilib, aşağını ziyorat qilib, haj qilib qaytish bu har qandaq Müslümanға farz. Həcmi əlbəttə iqtisadi yar bəgən insanlara farz boludu. Ama roza tutuş degəndək hər qandaq sağlam bir insanga roza tutuş farz. Endi roza tutuşun əvzəlliki nima desiniz? Endi bu roza tutuş birinçiden Allah'ın bizə tapşırğan biz farzını ada qılğan bolumuz. Yəni musulmanlıq burcumuzni ada qılğan bolumuz. Bu arqılıq Allah'ın rızasına erişimiz. Bunun endelik cismani cihetten nimisini alsak, nurgun qatim şu tibbi tədqiqatlar jarayonida şu meyli Avropalık tədqiqatçılar olsun, meyli Müslüman tədqiqatçılar olsun, Ramazanның insanның bədeniga qanchalik foydaliq ekanligi, ya'ni roza tutishning qanchalik foydaliq ekanligini nurgun qatim buni isbotlab chiqqan. İnsan yıl bo'yi masalan davomli yemek içmek ölen ötüdü. Bu Ramazan vaxtida bu bir ay roza tutuş arqılıq insanın içki əzalarının, bulubmu aşqazan, yürek, öpke degəndək insanlığa davamlıq hərəkətlənib durduğan bu əzalar biraz aram elib, tazılanıb bu Ramazan roza tutuş arqılıq bu qaytadan yenidən bir yengiliniş paydo bo'ldi ekan. Yani cismani cihetteki faydası. Anladaki bu Ramazan ayında Allah Teala deydi, yani bu Ramazan qaracım dep ötkendek bu nayte uluk ay, Kur'an düşken ay. Peygamberimizin hadisinde deydi, bu şu Ramazan kirgen aman azapның işikleri itilip getirdi deydi. Yani dozakның işikleri itilip kaldı. Cennetnin işikleri, savabның işikleri içilip getirdi deydi. Çünkü insanlar Ramazan'da davamlı roza tutuş arqılıq ve zakat beriş arqılıq, sadaq fitr beriş arqılıq, bir-biriga iftar arqılıq, bir-birisini mehman qilish arqılıq bu bir-biriga insonlar do'stligini ifodalaydi deydi. Yani şunun bilan bu Ramazan ayı bu jihatdanmi insonlarning bir-birisiga bo'lgan do'stlik, qarindoshlik, ijtimoiy munosabatga Ramazan nayte bir muvaffaq bir ay bo'lg'achqa bu bir foydasi, yani insonlarning o'zaro iftor qilishida, o'zaro bir-birisini tabriklashida. Ondan keyin bu Ramazonda yil bo'yi o'tkazgan gunohlarimizdan poklanib, yani yangidan bir sog'lom bir inson bo'ldi ekanmiz. Ramazon hem cismani jihatdan tozalanish, hem ma'naviy jihatdan tozalanib, gunohlarimizdan pokizlanib, ta ki yeni bir Ramazan kelgichi arliqdiki gunoh o'tkazmasak, yani şu inson sog'lom, pokiz bu şekilde davomlashadigan gapkan. Şuna roza tutish bu mayli boshqa dinlardami bo'lsin, albatta bizga o'xshash Ramazon oyida bir ay roza tutmasimi, boshqa dinlarda roza tutish farz qilingan, roza tutadigan vaqtlari, kunlari bo'ldi, masalan har qanday dinning belgilangan. Demak, Ramazonning qanchalik insonga foydali ekanligini, shuning uchun Alloh taolo insoniyatga bu Ramazonni foydali roza tutishni Ramazon oyida farz qilganligini ifodalab berdi. Ham Ramazon oyida inson yüzünü aç qo'yish, roza tutib och qo'yish orqali, usiz qo'yish orqali
Şu holatdagi, ya'ni och, susuz qolib qolgan bechora, kambag'al, g'arib g'urva shu insonlarning, ya'ni ochlikning qiymatini, Alloh bergan ne'matning qanchalik qiymatli ekanligini bilib olish uchun bu yana bir jihatda Ramazonning bir afzalligi shu. Ya'ni inson davomli to'q turaversa, ochlikning nima ekanligini bilmaydi. Shuning bilan och insonlarning qiymatini bilmaydi. Och insonlarga yordam qilishni o'ylamaydi. Bu Ramazon tutish orqali ochlik degani mundaq bir qiyin ahvol ekan, mundaq qiyin narsa ekan. Shunga boshqalarga albatta yordam qilishim kerak, ochlarni to'yg'izishim kerak, ussizlarni qondirishim kerak degandek ma jihatdimi insonning ma'naviyatini tozalaydi ekan. Shunga bu Ramazon oyi ham bizning dinimizda farz qilingan bir oy, ham biz ta musulmon bo'lgandan tortib ta hozirgacha, ta Sutux Bug'roxon bobomizdan tortib hozirgacha vatanimizda ciddi şekilde Ramazan kelishini intizorlik bilan kutib, Ramazon kelsa shundoq degandek Ramazonni ibodat bilan o'tkazish, Ramazonni bir-birimizga bo'lgan hamkorlik, yordam, bir-birimizga bo'lgan qarindoshlik, do'stlikni ifodalash uchun bir-birimizni iftor qildirish orqali nurg'un hem kambag'allarni to'yg'izish, bechora g'arib qurbonlarga yordam qilish orqali biz bu Ramazonni shundoq o'tkazib kelgan biz Uyg'ur millati. Bu bizning hem diniy jihatdagi farz, hem milliy an'anamizga singib ketgan Ramazon oyida ro'za tutish. Shuning uchun bu garchi Xitoy hozir vatanimizda bu erkinligimizdan mahrum qo'yib, hatto hech qanday bir diniy erkinlikni imkoniyat bermay cheklayotgan bo'lsa-mu, albatta bizning xalqimiz hech qachon bu Ramazon oyida ro'za tutishni, ro'zaning afzalliklarini, ro'zaning qanchalik savobli ibodat ekanligini hech bir zaman unutib qolmaydi inshaalloh. Va chet elda erkin yashayotgan qarindoshlarimizmi bu bizni hech qachon mayli dunyoning nerede yashayli, İslam devletlerinde yoki g'arb devletlerinde yashayli, bizning bu Ramazon oyida ibodat qilish, ro'za tutish bu ibodatimizni erkin shaklda elib bora olamiz. Shunga bu fursatdan foydalanib biz shu Ramazon oyini yaxshi ibodat bilan o'tkazib, bir-birimizga bo'lgan mehr, muhabbat, qarindoshlik, do'stligimizni ifodalash orqali o'tkazish hammamizga bulupma hozirgi Xitoy hokimiyatining vatanimizda bizning musulmon Uyg'ur bo'lganligimiz uchun elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati avj olayotgan, kuchli shaklda olib berilayotgan bunday vaziyatning o'zida shu bechora xalqimizning ozodligi, erkinlik uchun, vatanimizning mustaqilligi uchun albatta amaliy harakat qilish bilan birga shu ulug' Ramazonda duo qilishmi bizga bek muhim. Köpten köp rahmet. Bugungi suhbatimiz vaqt munosabati bilan sal qisqa bo'lib qolgandek qildi, lekin o'sha Ramazon jarayonida Qurultay diniy ishlar komiteti bilan biz qayta shu Ramazon va uning xosiyatlari to'g'riliq suhbatlarni ilib boramiz inshaalloh. Hamda oxirida ikkilanlarniki shu Ramazon munosabati bilan jamoatga qanday bir chaqiriq, taklifinglar bor, buni anglagan bo'lsak, oldi bilan Habibullah Qarimdan kelayli. Rahmat. Xo'sh, nayt yaxshi bir savol. Baxtiyor sizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamda abay deb o'tgandek, Ramazon oyi ro'za tutish Cenab-ı Allah'ın hacim degandek bir farz amelning birisi. Ramazon oyida Cenab-ı Allah farz qilib Ramazon oyini Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum la'allakum tettaqun dedi. Şu ayetning hükmü bo'yicha Cenab-ı Allah her qanday bir iman etgan bir müminge, her qanday bir iman etgan bir musulmanning o'ziga
Yani bütün Cenab-ı Allah'ınki imanın şartları var, bu 6 şartı. Bu 6 şartını bütünley hazırlagan. Yani hakiki çın kalbide imanı var insanların üzüge Cenab-ı Allah kutibe aleykumus siyam, yani sizlerge Ramazan rozusu tutuş farz kılındı deydi. Abayqı diginimdek yani bu degen şunun mu mağdamdı. Şu Allah'ın farz kılgan ibadetlerini kığa vakitinin üzerinde, yani çukum farzlarını Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de görsetken hem ayet Kur'an-ı Kerim'deki ayetler Cenab-ı Allah'ın farzı oldu. Şu farz emellerini kılıp kıgan yaxşı emellerini kılıp Allah hakiki iman keltirgen insanlarga Ramazan rozusu tutuş farz kılındı deydi. Meniki nemi demekçi boğunum ne? Siz sordunuz. Halkımıga ben nemi deyme degan vaqtning o'zida qarindoshlarım, mana mushundaq holatda bizningki her kunimiz ketyapti. Yani bir minutdan, bir sekunddan, bir aydan, bir kundan, bir yildan biz Cenab-ı Allah tarafga yiqilishib menyapmiz. Chet elga chiqqan mushu cho'nglarimizning oldimiz 40 yoshdan eshib aldığımız 60 yaşga kirib nima qilgan bo'lsa, hozir 40 yosh bilan 60 yoshning oralig'ida yani bir mush holatga keldik. Qarindoshlarım, biz mavu dinimizden yanmaylı. Cenab-ı Allah bizge nasip qilib bergan, ne'mat qilib bergan acayip bir yani çoğun bir dinde, yani hak bir dinde yaşavatımız. Muşu hak dinni bizge ata qilib bergani Cenab-ı Allah'ın acayip çoğun bir nimet. Cenab-ı Allah mana mushundaq bir ulug' dinni bizga ne'mat qilib, bizga mush to'g'ri yo'lni ko'rsatganligi uchun biz Cenab-ı Allah'ınki dinida chin turayli. Cenab-ı Allah'tan o'zimizningki ozodligini, o'zimizning hurligini, o'zimizning mushu hozirgi zulmdan qutulishini Cenab-ı Allah'tan tilayli. Tilash bilan birga amaliy harakat qilayli. Amaliy harakat qilib vatanimizni biz tatıyotgan zulmni dunyoda hech qanday bir millat, hech qanday bir xalq tatqini yo'q. Hemmimiz derdimizni özümüz bilimiz. Mana mushundaq zulm tatığılık turuqluq, mushundaq zulmning ostida yashab turuqluq. Yani biz mushu Cenab-ı Allah'ın ibadet qilishini, Cenab-ı Allah ibadet qilishini terk etsek, bu vaqtda faqat bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun butkul dunyodagi dünyanın vatanimizning sirtidagi butkul xalqimga shunday chaqiriq qilamanki, biz Cenab-ı Allah tarafga qaytib kelaylik. Cenab-ı Allah tarafı qaytib kelaylik. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de "İstecibu li rabbikum min qabli en ya'tiyahum la maradda leh" dedi. Allah tarafı qaytib kelinglar ki sizlarga şu hech qanday bir ishinglar sizlarga yar bermaydigan, hech qanday sizlarga bir yordamchi bo'lmaydigan, hech qanday ishinglar bir qilinmaydigan, mana shunday imkonsiz holatga tushib qolishdan burun Allah tarafga qaytinglar dedi. Biz Cenab-ı Allah tarafga qaytaylik qarindoshlarimiz. Ramazan rozusunu, farz qilingan rozusunu tutayli. Allah nahiy qilgan, Allah yandırgan ishlardan yanayli. Allah buyurgan ishlarni qilayli. Allah'a dua qilayli qarindoshlarım. Birlikte bütün dünyadaki Müslüman qarindoshlarımga, bütün dünyadaki Uyg'ur millatimga shunday chaqiramanki, biz Allah tarafga uyushayli, bir-birimiz bilan ittifoqlashayli, bir-birimiz bilan dardlashayli. Bizning derdimiz bir, vatanimiz bir, milletimiz bir, dinimiz bir, Kur'an'ımız bir, peygamberimiz bir. Mana shunday bir xalq biz qarindoshlar. Shuning uchun ulug' Ramazonning hurmatidan, Kur'an-ı Kerim'in hürmetinden biz bütün dünyadaki Uygur qarindoshlar birga kelayli, birlashayli. Şu düşmanimizni yengish uchun, düşmanimizdan g'olib kelishimiz uchun biz birlashayli qarindoshlar, birlikte amaliy harakat qilayli, birlikte biz ikimiz bo'lgan, Rabbimiz bo'lgan Cenab-ı Allah'a dua qilib, o'zimizning shu zulmdan qutulishga tirishayli demoqchi. Köpten köp rahmet. Andaq hürmetlik Turg'unjon Alavuddin efendi, sizningki fikrinizni olsak.
Mening xalqimizga deydiganim albatta Ramazon oyi deganimizdek ulug' oy bizga bu ulug' oyda ro'za tutish farz qilingan. Ro'za tutish bilan birga biz o'zimizning millatimizga bo'lgan bichara ezilayotgan xalqimizga bo'lgan majburiyatimizni albatta unutib qolmasligimiz kerak. Vatanimizda xalqimiz bu erkinlikten mahrum kalıvatıdı, roz tutanmayvatıdı, ibadet kılanmayvatıdı. Elbette Allah keçirdi halkımızı. Bu mecburiyet aslında izlivatıdı. Ama çet eldekiler biz meyli garip dünyası da olsun, meyli İslam dünyası da olsun, biz erkin. Bizning ibadetimizde hiç kim çekligini yok. Bizni Müslümanken sen de bizge başkaçı bir kargını yok. Biz her kandak vaxtida özümüzün dini erkinlikimiz bilen, dini ibadetimiz bilen yaşayalayımız. Bu erkinlik, bu fırsatını Allah bizge beriptiken elbette bunun şükresini kılış için. Şükür degen neme degende Allah'a muşu begen muşu erkinlik, muşu nimetke şükür kılıp Allah'a ibadet kılış. Yani Allah'ın degen emirlerini beca keltiriş ve tosqınıdın yeniş. Muşu Ramazan'da bu fırsatını çın tutaylı. Roz tutuş bilen birle özümüzün zakat ve sadaka fitr ve başka şekildeki yardımlarımız olsun. Özümüzün şu etrafındaki garip gurvalarga bulup mu bizim halkımızın, milletimizin içinde kıyınçlık tatıp kalgan meyli dünyanın nerede olsun bulup mu şu O'rta Şark'taki ve vatanımızın hoşun devletlerdeki ağır ahvalda kılıp kalgan bir yerge ketanmaydigan erkinlikki Xitaydan qutulup çıktım dep o hoşnu devletlerde tutulup kalgan aşo qarindoshlarimizni mu unutup kalmay özümüzün şu zakat, sadaka, fitrlar arkalık aşılarını qutquzishning çağrısını kılış ve şunun bilan birge vatanimizde Xitayning hazırki elip beriyotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlarini, irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini şu özümüzün hazırki şu yaşayotgan devletlerideki Müslüman qarindoshlarımızın camilerge berip bulup mu Türk qarindoshlarımızın camileri bekcek, meyli Avrupa'da olsun, meyli başka Amerika, Kanada, Avustralya elde olsun. Şu qarindoshlarımızın özümüz şu turvatkan devletler, qaysi devlet tutursak, şularının camilerge beriş arkalık Xitayning şu vahşi irqiy qirg'inchilik siyosetini pash qilish, elbette zulümni aşkar qilish, zulümni karşı sözleş, zulümge karşı çıkış, başkalarını zulümge karşı çıkışga teşvik qilish, bu elbette bizning dinimizde ko'rsatilgan farz. Zulümge bulup mu bizning Müslüman qarindoshlarimiz, G'arb dunyosi bizni hozirgacha irqiy qirg'inchilik deb G'arb devlet, nurg'un devletleri Xitayning elib borgan siyoset, beriyotgan siyosatlarini irqiy qirg'inchilik deb isbotlab chiqdi va shunga qarshi bizga hesdashlik qilyotdi. Afsuski bizning musulmon qarindoshlarimiz taqigacha yani ko'p qismi, bir qismlari tushungan bo'lsa-mu, ko'p qismi bizni tushunmaydi. Tushunmay bizni hesdashlik qilolmayotdi. Buning sababi nima deganda, buning sababi asosli Xitoyning xalqarada ep beriyotgan aldamchilik, hiyligar siyosati bo'lsa-mu, ama yeni bir sebep, muhim sebeplerden biri özümüz Uygurlar, özümüz bu davayimizni anıltamaganlık ve şu Xitayning hazırki elip beriyotgan irqiy qirg'inchilik, vahşi siyasetlerini yeterlik pash qilamaganligimizdan bo'ldi. Meni qo'limizda isbot bor. Müstakil sot London'da Xitayning irqiy qirg'inchilik ve insoniyatga qarshi jinoyat ep beriyotganligini isbotlab chiqdi. Bunu neçe vaqtdan biz devattatdik, biz deb kelyotdik, raporlarni yo'llayotdik. Bunuga ishonmagan bo'lsa endi mustaqil, tarafsiz bir mahkamaning bu nimasiga albatta ishonadi qarindoshlarimiz. Shunga biz camilarga, masjidlarga berib, mushu Ramazondan foydalanib, Xitoyning mushu irqiy qirg'inchilik siyosatlarini, vahshiyliklarini pash qilayli, mushu o'zimizning ro'za tutish ve ibadet qilish bilan birga. Andan keyin imkon qadar, imkon yer bersa
bu şu Xitayning bu şu virus sabablik bir-birimiz bilan hatta Ramazonlarda mı iftar qilishib bir yerda bir taravih o'qishib o'tirishamidik. Bu mu bir hazır xile nimalarmi ichilib qoldi. Yo'llarmi xile hareket erkinligi berilyotidi hozir. Mushu fursatdan foydalanib bizning o'zaro qarindoshlik, do'stlik, mehr muhabbatni kuchaytirish uchun bo'lsa bir-birimizning shu iftor faoliyatlari o'rinlashib turayli. Biz masalan Dunyo qurultiyi diniy ishlar komiteti nomida bir qancha yerda iftor programma o'rinlashtirmoqchi. Buni hozir vaqtini aniq belgilab qo'ydik. Shu vaqtda inshaalloh mayli boshqa musulmon qarindoshlarimiz va boshqa hatto boshqa dindagi bizga ishtashlik qilayotgan insonlar bilan birlikda iftor qilib ashularga vatanimizda bo'layotgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik vahshiy siyosatlarini anglatish va ashularning hissiyotini qo'zg'ash, ashularni shu Xitoyning vahshiy siyosatlariga qarshi harakatlantirish bizning ham har qanday bir Uyg'ur musulmonlarining üstümüzge tushgan farz. Shu farzni biz ado qilaylik inshaalloh. Rahmat. Nihoyatda qimmatli yaxshi taklif fikrlarni berdinglar. Qimmatli vaqtinglarni chiqarib shuning bilan birga programmamizga kelganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Undaqda programmamizni mishada oxirlashtiraylik. Biz xizmatinglarning texmi o'ngishli bo'lishini ulug'onlardan tilaymiz. Shuning bilan birga bütün musulmonlarniki Ramazonda xotirjam Ramazon o'tkazishini umid qilamiz. Qadrli ko'ruvchilarimizniki qimmatli diqqatiga rahmat. Sayfimizni texim yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Deyishgandek bundan keyin yana qayta shu Ramazonlik suhbat programmalari uchun diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Aziz ko'ruvchilarimizniki kanalimizga a'zo bo'lishni va hambarlashni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xushvaqt bo'linglar. Allohga omonat. Assalomu alaykum.